Xitoy ishg'olchilari Sharqi Turkistonda zulmda haddidan eshib, Uyg'urlarning barliq e'tiqod va qimmat qarashlarini oyoq osti qildi. Xitoy yaqinqi yillardan buyon Sharqi Turkistondagi erlarning ko'pinchisini turma va yig'ilish lagerlariga qamagandan keyin atalmish qo'shma oila nomi ostida Xitoy kadrlarini Uyg'urlarning uylariga o'rlashtirdi. Xitoyning Uighur qizlarini Xitoylar bilan o'yinlashga majburlayotganligi tanqid qilinayotgan bir paytda, ommaviy taratqularda Xitoyning Uighur qiz o'smirlariga qora qo'lini uzatganligi o'tirg'i chiqdi. Bir Xitoy erning bir kichik Uighur qizi bilan olgan to'y xatining rasmini ommaviy taratqularda e'lon qilishi kuchli g'ulg'ula va norozilik qo'zg'adi. Kuzatuvchilar bu xil ahvollarning keng tarqalayotganligini va har xil imtiyozlar bilan Sharqi Turkistonga elib kelingan ko'chman ishchilarning Uyg'urlarni to'y qilishga majburlayotganligini, hatto bolalar lagerlaridan o'ziga loyiq izlayotganligini o'tirib qo'ydi. Litva parlamenti 20 may qaror ma'qullab, Xitoyning Uyg'urlarga qarshi irqiy qirg'inchilik yurgizayotganligini e'lon qilgan edi. Orqadan mazkur davlatning hukumatı Xitoy bilan O'rta va Sharqiy Yevropa davlatlari orasidagi 17 qo'shilgan bir hamkorlik mexanizmidan chekinib chiqadiganligini jakarildi. Litva tashqi ishlar ministri 24 may Fransiya axborot agentligiga Litva endi o'zini 17 qo'shilgan bir mexanizmining a'zosi deb e'tirof qilmaydi va bu turga qatnashmaydi dedi. Litva tashqi ishlar ministri bu hamkorlik supsining Yevropa ittifoqi nuqtasidan bo'linish paydo qilayotganligini aytdi. U Yevropa ittifoqiga a'zo 27 davlatni texmi unumli bo'lgan 27 qo'shilgan bir andisi orqali Xitoyga taqobil turish ustida izlanishga chaqirdi. U Yevropaning kuchi va ta'siri ichki ittifoqlikda dedi. O'tgan payshanba Litva parlamenti 5dan 3 qism ovozini qo'llashi bilan bir qaror ma'qullab, Xitoyning Uyg'urlarga tutgan muomalasini irqiy qirg'inchilik deb bekitdi. Bunun bilan bu haqda Xitoyni ayblagan Amerika, Kanada, Angliya va Gollandiyaning sepiga qo'shildi. Dunyodagi eng chong elektronlik savdo supsining biri bo'lgan Alibabaning qurg'uvchilaridan biri bo'lgan Moyun va shirkati haqida salbiy xabarlarning oyog'i uzilmadi. Alibabaning qurg'uvchisi Moyun o'tgan yili oktyabrda Xitoyning nazoratchilik organi va davlat bankasini tanqid qilgan va shuningdek keyin shirkati orqama-orqa jazolarga uchirgan edi. Bu qatim Moyunning o'zi 6 yil burun qurgan Xuban universitetining mudirligidan iste'fo berganligi o'tirg'i chiqdi. Xitoy doiralari Angliya pul muomala vaqt kesiga qilgan so'zida Xitoy hukumatining Moyunning ta'sirini azaytish uchun uni iste'fo berishga majburlaganligini o'tirib qo'ydi. Egilinishcha, qabul qilish shartlari yuqori bo'lgan bu maktabning o'qitish mazmunlari o'zgartirildi ekan. Xitoy doiralari oldingi oyda Alibabaga monopol qilish harakati uchun 2 milliard 800 million dollar jarimani qo'ygan edi. İran prezidenti Hasan Ruhani Xitoy prezidenti Jિનપિંગ bilan 25 yillik hamkorlik kelishimi va Viyanada elib berilayotgan yadro suhbatini muzokara qildi. Egilinishcha, prezident Ruhani Xitoy bilan imzolangan 25 yillik universal hamkorlik kelishimining muhimligini ko'rsatib, bu kelishimning ikki davlat munosabatining kelgusi uchun intayin muhimligini o'tirg'a qo'ygan. O'tir Sharqda Xitoy bilan hamkorlashishga tayyor ekanligini bayon qilgan Ruhani Xitoyning Eronga solgan mablag'ini ko'paytirishni xohlaydiganligini bildirgan. Ruhani yana Xitoy bilan elib berayotgan hamkorlikning Oral suv reaktorida davom qilishini umid qiladiganligini bayon qilib, Xitoyning yadro suhbatini qo'llaganligiga rahmat aytgan. Jિનપિંગ Ruhani bilan ko'rishganda Amerikaning jazosining amaldan qoldirilishi kerakligini ko'rsatib, Amerikaning kelishimidan xohlaganda ayrilib, xohlaganda qaytib kela olmaydiganligini bayon qilib, Amerika yo'lga qo'ygan barliq jazolarni bekor qilish kerak degan. Saxta bomba təhdidi səbəbli qo'ngan aeroplandan tutib ketilgan Belarusiyalik o'qituvchi jurnalist Roman Protasevichning yangi ko'rinishlari o'tirg'a chiqdi. So'roq qilingandan keyin kamera oldida o'tirgan Protasevich o'zining salomatligining yaxshi ekanligini aytib, hukumatga qarshi namoyish tashkillaganligini e'tirof qildi. Ayni vaqtda chet el axborot tashkilotlari o'tgan yili Belarusiyada o'tkazilgan saylovdan keyin prezident Aleksandr Lukashenkoga qarshi elib berilgan keng ko'lamli namoyishning suratini tortishda qiynalib qolgan bir paytda Protasevich Telegramma orqali Polshada turishliq Nexta xabar tor betida ishlab, chet el axborotini uchur bilan ta'minlagan.
Belorussiya doiralari saxta bomba tahdidini bahona qilib, bir yo'lovchilar aeroplanini majburiy qondirib, o'qituvchi muxbirni qo'lga olgandan keyin Amerika va Yevropa ittifoqi Belorussiyaning bu qilmishini bulongchilik deb ayblab, jazo tadbirlarini muzokara qilayotganligini bildirdi.